Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 8-iyun 2025-yil navbatdagi laboga mana chiroyli bo'lgan tunika ashpani qildik. Bu laboni ichlaridan shu izolyatsiyalar qilingan. Mana bu joylar konteyner taxtalar qo'yilgan. Mana tormizda keladigan yuklarda ichida har qanaqa yuk bo'lsa, nimadir qopdan hamda taxtalar bilan bo'ladigan bo'lsa, shunga kelib tegadigan bo'lsa, u bukilmaydi. Mana bu ramaga ham o'tkazmaydi. Mana bu joyda penaplekslar bor. Mana bu joylari ham o'sha tirab turish uchun va issiq sovuqda salonda ichiga o'tmasligini oldini olish uchun qilinadi. Yo'llari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan bo'ladi. Mana qo'lda ilmaydigan holatda bo'ladi. Akkumulyator zashta qiladigan sondirchalar bor. Boshqa videolarda qo'yganmiz. Ichiga ключ, iPhone, magnitofon, shunga o'xshagan narsalarni solib ketsa bo'ladi. Tepasiga bagajlari bor. Tepasiga karasiga bagajlar qilinadi. Unga zapaska balon moslatilgan. Poliga choksiz listlarimiz bor va poliga rezinkalar bor. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzil Farg'ona viloyati, Bag'dod tumani, Bordon qishlog'i, Sitaxo'r yonida 1 soatgacha o'rnatib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, yaqinlarga, do'stlarga ana shu videoni jo'natib qo'yasizlar. Kamchiliklarni kommentariyaga yozib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.